Bugungi sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan yo'nalishim umuman muammosiz monetizatsiyaga ulanadi, hech qanaqa apellyatsiyalar tushmaydi va o'zingiz ham mazza qilib ishlaysiz. Agarda shu nisha sizga qiziq bo'lsa, albatta videoni oxirigacha tomosha qiling. Qisqasi, bu yo'nalishimiz mushuklar mavzusiga borib taqaladi. Ya'ni ko'rib turibsizlar, hammasida mushuklar haqida videolar chiqarilgan. Ya'ni siz bu videoni mushuk boquvchi sifatida ko'rasiz. Bilasiz, Yevropada, Amerikada mushuklar, kuchuklar boqadiganlar juda ham ko'p. Ya'ni asrab olishadi yoki o'zlari kichkinaligidan katta qilishadi. Xullas, mushuklar sohasiga juda ham qiziqishadi. Shunday ekan o'rtoqlar, bunaqa auditoriyani kichik deb bo'lmaydi. Butun dunyoda mushuk boquvchilar ko'p bo'lgani uchun ham sizni videolaringizni prosmotrlari yetarlicha yaxshi bo'ladi. Siz mushuk boqmagan taqdiringizda ham mushukni yaxshi ko'rishingiz mumkin, qiziqishingiz mumkin, shu sababli ham ko'rasiz. Ekraningizda ko'rib turgan bu kanal esa mushuklarning odatlari, mushuklar haqida har xil qiziqarli ma'lumotlarni insonlarga yetkazib beradi. Masalan, o'zingiz bitta skrinshot qilib olib shu kanalga kirib, xohlasangiz tarjima qilib ham videolarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, hozir sizga misol tariqasida bitta videoni qo'yib beraman. When your cat suddenly climbs on you, do you know what they're... Sizda boshidayoq bitta savol tug'ilishi mumkin. Bunaqa animatsiyani qanday qilib qilamiz? Xavotir olmanglar o'rtoqlar, bitta sun'iy intellekt orqali albatta bunaqa rasmlarni, videolarni qilishinglar mumkin. Masalan, sizga Gemini Ultra obunasi bo'lsa bo'ldi, hozirgi paytda arzonlashtirilgan variantda sotib olish imkoniyatlari chiqib ketgan. Masalan, sizda Gemini Ultra bor, V3 dan bemalol foydalana olasiz. Undan tashqari Nano Banana Pro orqali rasmlarni tayyorlab, ularni generatsiya qilib, animatsiya usulida bemalol bunaqa kontentlarni qilish mumkin. Xo'p, really trying to say? pastda subtitrlar chiqayapti. Bu subtitrni CapCut dasturida qilasiz. Juda ham oson va sodda. Bunga unchalik darajada katta summa ketmaydi va undan tashqari vaqt ham olmaydi umuman. Ammo ovozga keladigan bo'lsak, bu ovozni AI orqali tayyorlay olasiz. LM Labs orqali kirasiz, nastroykasini qilib, bundan-da yaxshiroq ovoz chiqarib olishingiz mumkin. Ya'ni o'zingiz aralashmaysiz, o'zingiz gapirmaysiz. Umuman olganda, hattoki bu videoni gaplarini, ssenariysini ham ChatGPT yoki Gemini Ultra orqali bemalol qilishingiz mumkin. Most people think it's just cuddling, but Masalan, mana bu vaziyatda hech qanaqa animatsiya yo'q. Bittagina rasmni zoom orqali, kichik zoom orqali sizga bundoq kattalashtirib yetkazib beryapti. Ya'ni siz videoni boshidan oxirigacha animatsiya qilasiz. Shu narsa shart deyilgan joyi yo'q. Bu birinchi o'rinda sizni sun'iy intellektga obuna bo'lganingizdan keyin kreditlaringizni kamroq ishlatishni yo'lini qilib beradi va o'zingiz ham sal vaqtingizni tejaysiz, sababi ko'ngildagidek har doim ham animatsiya chiqarmaydi. a climb is not a cuddle. Your cat just used their entire... Most owners miss it completely. Ko'rib turibsiz, videoni boshida odamni qiziqtirish uchun bitta animatsiya ketgan va undan keyin odatda mana bunaqa rasmlar bilan zoom orqali insonlarning emotsiyasini yetkazib beryapti. Ya'ni siz boshidan oxirigacha animatsiya qilib o'tirishingiz shart emas, bitta uslub tanlab olib, o'sha uslubda mana bunaqa rasmlarni yasab turib bemalol montajini qilishingiz mumkin. Xuddi shunaqa narsani biz o'zi VIP kanalimizda ham o'rgatganmiz. Shu nisha bo'lmasa ham shunaqa kontentlar qilishni. Xohlasanglar Telegram kanalimizga qo'shilib olinglar. Qisqasi, bunaqa yo'nalishi qanaqa ekanligini, nima kontent qilinishini ko'rdinglar. Prosmotrlarga keladigan bo'lsak, qanchalik aktual mavzuni olib chiqsangiz, shunchalik ko'proq ko'rilaveradi. Masalan, 2 kun oldin qo'yilgani deyarli 10 mingtaga yaqinlashib qopti. Balkim bu unchalik aktual emasdir, ammo 6 kun oldin qo'yilgani, 9 kun oldin qo'yilgani yaxshi prosmotr olgan. 44 mingga nazar kelmasliklari mumkin, lekin uzun video uchun bu katta summani yetkazib beradi. Masalan, 13 kun oldin qo'yilgan videosi 168 ming prosmotr yiqqan, shuni o'zidan katta daromad ko'rish mumkin. 2 hafta oldingisi esa 221 ming. Bu prosta bomba degani. Siz ham agar shunaqa prosmotrlar oladigan bo'lsangiz, o'zi ham kekirib borasiz, xunuk qilib aytganda, daromadi katta bo'ladi. Eng ko'p ko'rilgan videosi 2 oy oldin deyarli 3 million marta ko'rilgan ekan. Bu degani kamida shu videoni o'zidan $3000 gacha daromad topgan bu kanal. Masalan,
asosiy auditoriya AQSh va Yevropa bo'lgani va videoni 8 daqiqadan uzun bo'lganini hisobga olsak va ta'limiy kontent bo'lganini hisobga olsak, albatta $3000 dan balkim ko'proq ham daromad topgandir. Eng eski videosi esa 2 oy oldin qo'yilgan, ya'ni bu kanal ochilganiga u darajada ko'p bo'lgani yo'q, 2 oy oldin qo'yib, mana shunaqa natijalarga erishyapti. Bu kanal 27 ta video qo'yganini hisobga olsak, xo'p, har 3 kunda, har 2 kunda, ba'zida 4 kunda bittadan video chiqarib turgan bu kanal vaqtiga qarab, shunda bizni hisob kitoblarimizga to'g'ri kelyapti. Auditoriya ham 80 ming. Nimaga 80 ming? Nimaga bunchalik ko'p? Chunki mushukka qiziqadigan auditoriya haqiqatda ko'p tan olish kerak. Umumiy prosmotrlarga qaraydigan bo'lsak, 9 millionga yaqin prosmotr yig'ib qo'ygan. Kanal 2026-yil 6-yanvarda ochilgan. Ya'ni ochilganiga hali ko'p bo'lmagan bu kanal va natijasi yaxshi. Bu kanalni avtori treyler videosini ham chiqargan, ya'ni o'zi chiqib turib bu kanalning nima haqida ekanligini aytib beryapti. Bu degani ushbu kanalga biznes sifatida qarayapti. Shunchaki oddiy bir ko'ngil uchun ochilgan kanal emas, bu haqiqatda rejalashtirilgan ish. Har bitta biznesni noldan qurasiz-ku, bu aka ham xuddi shunaqa holatda qurgan va bunga albatta havas qilsa arziydi. Siz ham agar YouTube'da ishlamoqchi bo'lsangiz, prosta ikkinchi ish emas, biznes sifatida qarang va qanchalik sifatli ish qiladigan bo'lsangiz, shunchalik ko'p daromad olasiz o'rtoqlar. Xo'p, endi ushbu kanalda taxminiy daromadlarini siz bilan bo'lishaman va sizni hayron qoldirishi aniq. Oxirgi 28 kunda $9,5 dan $26,000 gacha ushbu kanal pul ishlagan ekan. Eng qizig'i bu hali $4,000 dan $5,000 gacha daromadi pastlab ketgani o'rtoqlar. Oxirgi 7 kunni ko'rishimiz ham mumkin. Oxirgi bir haftada $1,100 dan $3,000 gacha taxminiy ushbu kanal daromad olayotgan ekan. Men bu summalarni nereal deya olmayman, bu statistika yolg'on ham deb bo'lmaydi. Sababi shu oraliqda olayotgani o'zi mantiqan ham to'g'ri kelyapti. Oxirgi 3 oyni hisobga oladigan bo'lsak o'rtoqlar, hali bu kanal ochilganiga 3 oy bo'lmagan, ammo ochilganidan beri deb hisoblagan taqdirimizda ham oxirgi mana adashmasam 43 kunni ko'rsatyapti. Hozir 1 daqiqa. Xullas, nimadir bo'lib ko'ra olmayman mana bu joyini. Yopib qo'yibdi. Xo'p. Xullas $54,000 gacha ko'rsatyapti. Demak, $54,000 gacha maksimal ushbu kanal pul ishlagan ekan. Umumiy mana 7,5 million prosmotr hozirda hisoblagan. Yana 1 million taxminan prosmotrni hali hisoblaganicha yo'q ushbu statistikada. Qisqasi, ushbu nisha juda ham ajoyib ekan va sizlarga ulashishga qaror qildim. Sizlar ham bilinglar dedim. Agarda xohish bo'lsa, shu nishada ishlashni shaxsan o'zim taklif qilaman o'rtoqlar. Tan olish kerak, ushbu nishada ishlash bepul emas, oson va oddiy ham deb bo'lmaydi, ammo shunga yarasha daromad olasiz. Ya'ni biznesni qurish qanchalik qiyin bo'lsa, siz ham bunga shunaqa qarang. Hech qachon sizga daromad kelishi oson bo'lmagan. Har qanaqa sohada pul topish oson emas va tekinga ham bitib qolmaydi. Kim aytgan sizga katta-kam biznesni arzimagan pulga yoki bepulga qura olasan deb? O'zingiz ham yaxshi bilasiz, qisqasi. Demak, ushbu kontentlarni tayyorlash uchun birinchi o'rinda sizga bir nechta sun'iy intellektlar kerak bo'ladi. Har oy masalan Gemini Ultra sotib olasiz. Har oy sizga CapCut'da hech bo'lmaganda standart obunasi kerak bo'ladi $5,5 va siz eng asosiysi Elon Labs'ni kamida $11 obunasini sotib olishingiz zarur. Shundagina siz mana bunaqa kontentlarni albatta qila olasiz. Bepulga qilaman desiz, o'sha ellik bo'lgan, oxiri yo'q bo'lgan nishalar bilan umringizni behudaga sudrab yuravering. Xullas, shu joyda sizlar bilan xayrlashamiz. Mabodo YouTube bo'yicha chuqurroq bilimlarga ega bo'lishni istasangiz, pastdagi havola orqali, ya'ni описание yoki kommentariyadagi havola orqali bizni YouTube markazi kanalimizga albatta qo'shilib oling. Yoki Telegramga shunday kirasiz, qidiruv bo'limiga YouTube markazi deb yozsangiz, shundoq ham bizning kanal kelib chiqadi. Agarda YouTube bo'yicha xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda bir nechta xizmatlar bor. Masalan, ulardan bittasi YouTube kanal ochib berish.
Shuningdek, biz sizni darsliklar bilan ham ta'minlaymiz va yordam ham berib turamiz. Mabodo kerak bo'lsa, 270 mingga qo'shimcha takliflar bilan ushbu xizmatimizni sotib olishingiz mumkin. Shunday ekan, tezroq aloqaga chiqinglar, mabodo qiziq bo'lsa. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.